Bugun mana Xudoga ming qalla shukr, 9 yildan beri armonlarim amalga oshib, mana shu buyuk xalqimning kimligini yerga kirgan har bir inson ana shu o'zligimizni anglash nuqtai nazaridan buyuk millatimiz mana shu hozirgi yoshlarimiz ayniqsa xalqimiz ham bilishi kerakki, biz ko'p tariximizni to'g'ri aytmaganmiz. To'g'ri bilmaganmiz. Shuning uchun bergan mana armonlarim deganim mana shu qanday bo'lishdan qat'iy nazar adolatli tariximizni mana shu ortga qo'yib kelgan. Hozir kichkinagina namoyishda ko'rdilarki, qanday nurli islom, bilimli islom nur berdi, qadriyat berdi, tinchlik berdi, osoyishtalik berdi, baraka berdi desak bilan to'g'rilash. Yana bir marta aytmoqchiman, bunday Qur'on nusxasi bizda bo'lgani, 6 ta Qur'ondan bittasi bizda bo'lgani, bu bizning tinchligimiz, osoyishtaligimiz bu. Shuning uchun ochiq gap bir podvallarda, joyi yo'q joylarda yotardi yechiklardan biri bu. Shuning uchun Xudoga ming qalla shukr, bizga shu nasib etib, bizga shu Xudoning bir qandaydir marhamati yorug'likka chiqardik, buyuklikka chiqardik va o'zlaring ko'rgandek bu loyihani hech kim emas, yurak chizdi, mehr chizdi, armonlar chizdi. O'sha Qur'on turgan zalda birov chizgan yo'q uni. Buyuk xalqimning kimligini amalga oshirish bo'yicha chizgan loyihamiz bu. Shuning uchun men o'ylayman, sizlar birinchi ko'ryapsizlar, xalqimiz ham ko'rib mamnun bo'ladi. Mana shunday ulug'ayam kunlarda buyursin ilohim. Mana shunday koshonalarda o'zbek xalqimizga, buyuk musulmonlarimizga, ummamizga juda katta mana shu xizmat ko'rsatasiz degan umiddaman. Sog' omon bo'ling.